Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Ansor drabilkalarni yana bir xil tanishtirib o'tamiz. Bunaqa yumaloq bunkerliklari ham keldi. Kimga kerak bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar. Yumaloq bunker narxi o'zgarmagan. Buni ham 4 kilovatligi 2.800.000 so'm, 3 kilovatligi 2.600.000 so'm. Dastavkasi ichida pichoqlari hamma joyi bir xil. Narigi vakuumlik drabilkamiz bilan bir xil. Prosta bunkerida farqi bor. Bu yumaloq bunker, bular vakuumlik to'rtburchak bunker. Narxlari o'sha o'zgarmagan. 2.600.000 so'm 3 kilovatligi, 2.800.000 so'm 4 kilovatlik, 3 million so'm misat modga motorlarimiz bor. Kimga kerak bo'lsa ekran pastidagi nomerlarga aloqaga chiqaverasizlar, yetkazib beramiz. Drabilkalarimiz universal. Hashak, don, hamma narsa maydalaydi. 4 xil setkasi bo'ladi. Setkalari mana bunga o'xshab yonboshdan tushadi. Bunkerni bo'shatish shart emas. Yonboshdan tushadi mana setkalar. 4 xil setkasi bor. Yirik setkasi turibdi bunda. Mana bunaqa 4 xil setka qo'shib beramiz. Maydasi qo'ylar uchun, mollar uchun. Mana donga 1.5lik setkamiz. Bunisi yorma qilib chiqargani. 4 xil setka qo'shib beramiz. Kimga kerak bo'lsa ekranda pastdagi nomerlarga aloqaga chiqaverasizlar. Mishalkalarimiz bor. Mishalkamiz 3.800.000 so'm alyuminat modga, 4 million so'm misat modga mishalkalarimiz bor. Kimga kerak bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar. Xudo xohlasa chiroyli qilib yetkazib olib borib beramiz. Pulini uyingizga yetib borgandan keyin sanaysiz. Uyingizga yetkazib olib borib chiqarib ko'rsatib beramiz. Yo'qsa pul sanaysiz. Xo'p, manzilimiz Namangan tumani Tepaqo'rg'on qishlog'i. Namangan shahardan kelishda Hop, tepa masjiddan o'tgandan keyin o'ng qo'lda bu yog'i Shahand Saroy dan o'tgandan keyin Qirg'izqo'rg'on sveto'foridan o'tgandan keyin chap qo'lda yo'lda bo'yida turibdi. Kimga kerak bo'lsa ekranda pastdagi nomerlarga aloqaga chiqaverasizlar. Bir kishilik unaqa jodilarimiz bor. Kimga kerak bo'lsa 1 metr uzunligidagi bor, 1.20 uzunligidagisi bor. Bu ham hashak qirqishga juda ham qulay narsa. Kimga kerak bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar.